Zo'rg'a havo yetishmaydi. Shunaqa holatda keldim. Nihoyatda qiyinchilik. Meni yo'lda kelib ham ekmakda yuragimda ushladi mashinada. Men u dunyoga ketyapman deb qo'rqib ketdim, bilasizmi? Yurak ishlayapti, to'xtayapti, ishlayapti. Shuni ham sezmabman men. Men aytdimki, endi tamomman dedim. Hikmatdan anaqa bo'ldimmi? O'zimdan ketib qolaverdim. Umuman hech nima ko'zimga ko'rinmaydi, quvvatam yo'q-da. Men endi ketdim degan xayol kelaverdi o'zimga. Hayotimni saqlab qolganiga rahmat deyman, Allohga shukr deyman. Umuman ishtaha yo'q. Hali juda oldingida ovqat yeyapman. Ishtaham ham yaxshi. 2 kunda bilindi. Allohga yo'talim rosa kuchli edi. 2 kun uxlolmay yo'taldim. Begzodjon hamma yo'g'imda tekshirib ko'rib, yuragimda kasallikni ham bildi. Xalqqa tavsiya qilaman. El-yurtga tavsiya qilaman. Mana meni gaplarimni eshitgan bo'lsa, shunaqa kasallar bo'lsa, kelsin shay. Oldini olishgan yaxshi ekan, oldini olsin. Men shu doktorga keldim. Meni otim Odinaxon. Zolimova, Yangi Qo'rg'on rayonidan, tuman qishlog'idanman. Yo'talib qoldim. Yo'talim rosa kuchli edi. 2 kun ayniqsa rosa kuchli yo'taldim. Yo'talmadan keldim. Bunday uchrab ketay deb keldim men. Begzodjon akam beyda doktor. Begzodjon bilan ko'rib gaplashdik. Juda ham muomalalari ham yaxshi ekan. O'zi gapirib turganda kasalni tuzatib bo'lar ekan. Muomalalari nihoyatda yaxshi ekan. O'pkalarimni tekshirdi. Tekshirib, shamollash kuchli deyishdi. Men uni bilmaganman endi. Yo'talmadan kelganman. Yuragim ham rosa kuchsiz ekan. O yo'tal, o'sha yuragim kuchsiz uchun yurak ishlayapti, to'xtayapti, ishlayapti. Shuni ham sezmabman men. Beydan chiqqancha ekmakdamda yuragim ushladi. Chiqib o'tirib, o'zimga keldim. Yana uyda ham ekmakda o'zimdan ketib qoldim. Men yo'tal debman-da. Desam, u Begzodjon hamma yo'g'imda tekshirib ko'rib, yuragimda kasallikni ham bildi. Rahmat deyman. Umri uzoq bo'lsin. Rizqi ulug' bo'lsin deyman. Hayotda xursand bo'ldim. Nafas ololmay ekmakda 3 marta yetib kelguncha yuragim ushlab qolaverdi. G'alati bo'lib. Ne yurak rosa kuchsiz bo'libdi, qon kamligidan, yurak kuchsiz. Men ko'rsatgani keldim, yotasiz deyishdi. Men o'zimni kasalimni bilmaganman endi. Shundan keyin bu yerda olib qolishdi. Mana hozir yaxshiman, Allohga shukr. 2 kunda bilindi. Allohga yo'talim rosa kuchli edi. 2 kun uxlolmay yo'taldim. O'sha yo'talib oxiridan yuragimga berib, nima uyda ekmakda o'zimdan yuragim ketdi. G'alati bo'ldim. Meni yo'lda kelib ham ekmakda yuragimni ushladi mashinada. Men ba'dan hojidan kelib ukamlarni ko'rgani ketaverdim. Endi bu yerda bir qo'ygan borida o'sha tekin o'kil olaman deb kelaverdim. Yeydan o'kilni olib aqa ketib o'tirsak, Nizomjon jiyani ularni o'g'li amma dedi. O'kil dedi uyga borib dedi, birinchisini ayamdan olib keting, ikkinchisini keyin uyda olaverasiz deyishdi. Men bu yerda bilmaganman avval. Keyin baqa olib keldi, ayollar deyishdi ekan. Nu ayollarga aytishi kerak, ayam yo'lda ekmakda shunaqa bo'ldi dedi. Amma yuragingizni ham tekshiraylik dedi. Men yuragimni ekiga qilib ketaylik deb kirsam, rosa dardim kuchli ekan. Yo'talik kuchligidan yurakka berib, yuragingiz ishlayapti, to'xtayapti. Shuni bilmayapti. Endi men bunday yo'talsam, niyatimga keladi. Ketyapti, yo'lda ekmakda ushladi. Bu yerga kelgandan keyin ham ekmakda bu yerga chiqdim, zinadan chiqquncha ushladi. Bu yerda ham shunaqa. Bu yerga olib kirishib o'tirgandim, bu yerda o'zida ham ekmakda ushladi. O'zimdan g'alati bo'lib qolaverdi. Zo'rg'a havo yetishmaydi. Shunaqa holatda keldim. Nihoyatda qiyinchilik. Ko'zimga hech nima ko'rmaydi. Zo'rg'a yurib chiqdim. O'shanga Begzodjon aytdiki, qanaqa chiqib keldingiz bu yerga? Chiqdim, shunday ketaman deyapsiz, degan o'lchab shunaqa qilib, yo'talingiz ham kuchli, shamollash. U yurakka bergan, yurak kam quvvat, qon kam ekan, kam quvvatligidan tilim ham quriyapti. Tilim ham qurishib qoldi desam, o'shaniki tilingizga deyishdi. Endi olib qolishdi. Menda davlina bo'lgan, davlina kuchli bo'lgan. Davlinaga yotib turardim, boshqa hech qanaqa kasal yo'q. Yuragim ham yaxshi bo'lgan. Endi men yoshim o'tdi, 75 yoshdaman. Nimaga hojiga borib keldim. Endi o'shanda ham men o'kil olmay, davolamay ketibman-da. Endi yaxshi yurdim-u, o'sha yerda ham yurishdan tilim qurib qolaverdi. Bunga endi suv ichib shunaqa yurdim. Endi yaxshi keldim, 10 kun roza tutdim. Roza tutganimdan keyin yo'talib kuchayib, qatiq ichib yurdim. Shunda bildim lekin. Yuragimni bilganim yo'q edi men. Meni bu yerda shu 2 qilishdi. Men shunaqa kasalda ekanman. Qara, hayotimni saqlab qolganiga rahmat deyman, Allohga shukr deyman. Shu bolaga, dadalariga, onalariga rahmat avvalo. O'qib,
muomalalari yaxshiligini ayting. O'zi gaplashganingizda sizni kasalingizni ketkazib boradi. Rahmat, dunyo turguncha tursin deyman. Men aytdimki, endi tamomman dedim. Hikmatdan anaqa bo'ldimmi? Men endi borib keldim, ro'za tutdim, anaqa deb, ha endi men tamom ekanman. Bolam doktorga borsa, yurib chiqqani nima yo'q. Quvvat yo'q. Bolam dedim, yo'q o'g'lim bitta meni. O'sha majbur qilib o'qituvchi komissiyasi bor ekan, bu inilardan chaqirdi, uni o'g'li Nizomjon bordi, meni olib keldi. Rahmat bularga ham uzoq bo'lsin. Hikmatda shu yerda bo'ldi, men ketdim deymanmi? Yo'lda kelyapman, o'zimdan ketib qolaverdim. Umuman eshitmay ko'zimga ko'rinmaydi, quvvatam yo'q-da. Ega tushdim, ham Hikmatda, bega ham chiqib oldim, o'sha yerga tashladim. Men endi ketdim degan hayol kelaverdi o'zimga. Boshqa hech nima kelmadi. Allohga shukr deyman, bu bolaga ham duo qilaman. Allohga shukr. Bilaman. Yo'talsam bunday keladi-da, ketadi. Sezyapsizmi dedim. Oldini olib qo'yganiga rahmat deyman. Xalqqa tavsiya qilaman. El yurtga tavsiya qilaman. Mana meni gaplarimni eshitgan bo'lsa, shunaqa kasallar bo'lsa, kelsin sheyga. Oldini olishgan yaxshi ekan, oldini olsin. Haqiqatdan men tamom o'zimdan nima bo'lib qoldim-da, yuragimda yurak ushlagan ham juda yomon ekan. Tavsiya qilaman el haqqi, hamma nima shunaqa kasallar bo'lsa, kelsin sheyda davolansin. Yo'tal to'xtadi, yurak urish, anaqa yaxshiman. Endi sal yo'talda jinday bor xolos. Yuraklarim yaxshi. Rahmat, Allohga ham shukr, bularga ham rahmat. Ancha yaxshiman. Ovqat yemay qo'yganman. Ishtaha ham yo'q edi. Yeyman uncha ham, umuman ishtaha yo'q edi. Hozir juda oldingida ovqat yeyapman. Ishtaham ham yaxshi. Rahmat deyman-da endi. Shunaqa kasallar bo'lsa, kelsin shayton davolanishib ketsin deyman men. Allohdan so'rayman. Men endi birinchi kelishim beyga, o'zi yangi ochilgan ekan, juda yaxshi. Sharoitlar ham zo'r. Hamma yo'q, qarang, hech kamchiligi yo'q sharoitlar ham. Qizlar ham yaxshi, ishlayotgan medsestralarga ham rahmat. Juda yaxshi, muomalalari ham yaxshi. Rahmat hammalariga, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Hammaga tavsiya qilaman, qo'rqmayman. Men u dunyoga ketyapman deb qo'rqib ketdim, bilasizmi? Eyda ikkita, uchta, beydan keyin beyda chetib, mana shu yerga o'tira olmadim, chiqib ketdim. Yurak hech nima yo'q, yurak ishlamasligi ekanda, men uni bilmayman. Yo'tal shunaqangi kam quvvat ekanman. Ilojiga borib kelganiga yoshimiz o'tib ekan. Eyda ancha odam kuzatdi. Shunda endi bilindim, meni kam quvvatligim, qonimda kamligi, yurak kuchsizligi. Shu rahmat deyapman, kasalimda topdi rahmat. Men qayerga eydan ketaverganimda ag'ni Alloh biladi. To'g'ri deyman men. Yo'talimga ham to'g'ri qo'yishdi, yuragimga ham to'g'ri qo'yishdi. Rahmat. Bilishdi. Muomalasi undan ham yaxshi. Gaplashsangiz, gaplashib turib kasalingizni yo'q qilar ekan. Rahmat deyman. Duodaman hamisha shekda mana 2 kunmi, endi 3 kun bo'lyapti hozir. Ancha yaxshiman. Yo'talim ham yaxshi. Undaqa hansirash ham yo'q, yurak andaqa bo'lardim. Ular ham yaxshi. Ota-onasiga rahmat deyman o'qitganiga. Nima niyat qilsa niyatiga yetsin. Alloh el nazardan saqlasin.